Misol uchun studentlar, siz aytyapsizda, studentlar hozir qiziqish yo'q, diplom oldik, biz endi bemalol ishlay olamiz. Yo'q, ishlolmaydi hech kim. Misol uchun tashmiyni bitirdingiz. Siz hali amaliyot tarafdan operatsiyani qilishni, sizda tajribangiz, bilimingiz bormi? Yo'q-da. Operatsiya qilish uchun baribir qaysidir kuchli xirurgni orqasida 1 oy, 2 oy, 3 oy yurasiz. Da sizga hech kim tayyor mana shu bilimni amaliyot tarafdan-da va shu hamma tarafdan bermaydi. Xuddi shunaqa bizda. Siz institut bitirsangiz faqat nazariy bilim bo'ladi. И то yaxshi emas, 100%. Siz Napoleon yoki pishiriq Napoleonni ko'rasiz qanaqa sizni ustoz pishiryapti. Shu Napoleon tortni uyda 100 marta pishmaguncha siz seza olmaysiz qanaqa qilishni. Va yana bitta primer, oddiy student bu oddiy pustoy stakan. Stakan bo'lish kerak, конечно же. Chunki men ichiga har xil kokteyl qilaman-da. Kokteylsiz ichida hech narsa bo'lmasa, pustoy stakan ham bu zo'r mutaxassis emas. Ichiga biz to'ldiramiz. O'ziga har bitta inson investitsiya qilish kerak. Misol uchun, men 15 yildan oshiq tajribam bo'lsa, hali ham o'zim ustida ishlayman. Hali ham malakani oshiraman. Oddiy studentmisiz, уже bitirganmisiz, har doim qaysidir ustozingizni yaxshi ko'rgan ustozni topib, uni orqasida yurib, savollarni berib, butun amaliyot taraflarini hamma taraflardan o'zingiz ustida ishlang. Savollar bo'lsa, uyalmasdan savol bering. Misol uchun, men shu shogirdim menga savol bersa, mani 11gacha, 12larda telefon qilsa, Sabina opa, mana shu bola bilan qanaqa ishlash kerak, bu to'g'ri ishlayapman, noto'g'rimi? Qiziqish bor bo'lsa, men mazza qilib javob beraman har doim. Agar men o'zim bilaman va menga kerak emas shogirdlik ko'rsatam, ustoz ham kerak emas, men o'zim hammasini bilaman. YouTube bor-ku, YouTube bor, bu noto'g'ri narsa. Oddiy logoped bo'lmoqchi bo'lsangiz, oddiy logoped o'tirasiz. Agar siz kuchli mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga keling.